qarindoshimga turmushga chiqqanimda. Xullas Muslimaxon, sizga ochig'ini aytsam, to'y davomida men umuman qizlar bilan gaplashmaganman. Assalomu alaykum. Hamma qizlaringizga o'zim pochtalga qo'yganman. O'zim xat oshiganman. Yaxshi. Uylanishni orzu qilib xotinlik bo'ldingiz jo'ra, kiyov to'ra bo'lish ham. Ey xonim, telefon bo'lyapti sizga. Kim telefon qilyapti? Abror akam telefon qilyapti. Dadam-ku Abror akam demang endi. Abror akamni qanday dada deyman? Qaynotangizda endi. Nimaga menga gul olib kelmadingiz? Kecha tug'ilgan kuningizda berdimi? Faqat tug'ilgan kunda bermaydi gul. Qachon berish kerak uni? Har kuni berish kerak. Kechirasizlar, mabodo qarindoshmasmizlar, bir-birlaringga rosa o'xshaysizlar ekan. Ha, qarindoshmiz. Hamma qo'shnimiz olib bo'pti. Men ham pampers olib chiqdim ana. Shuncha pampers qaydan oldingiz? Voy onay. Onamni so'kmang, siz ham qarindoshingiz. Gulul mama,